Eron 4000 kilometr uzoqlikdagi AQSh harbiy bazasiga hujum qildi. Bu Tehronning mintaqadan tashqarida joylashgan nishonlarga uyushtirilgan birinchi hujumi bo'ldi. Eron o'z chegaralaridan 4000 kilometr uzoqlikdagi, ayrim manbalarga ko'ra 5000 kilometr AQSh harbiy bazasiga birinchi marta hujum qildi. Bu haqida The Wall Street Journal xabar qilmoqda. Maqolada aytilishiga ko'ra, Hind okeanidagi Diego Garcia orollarida joylashgan AQSh va Britaniya qo'shma harbiy bazasiga ikkita o'rta masofaga ballistik raketalar uchirilgan. Ushbu harbiy bazada amerikaliklarning bombardimonchi samolyotlari, yadroviy suvosti kemalari joylashtirilgan bo'lib, u strategik ahamiyatga ega bo'lgan. Xabarda aytilishiga ko'ra, raketalar nishonga tegmadi. Ulardan biri yaqinlashganda quladi, ikkinchisi esa AQSh harbiy kemasi tomonidan urib tushirilgan. Erondan minglab kilometr uzoqlikdagi nishonga zarba berilishi Eron raketalarining haqiqiy masofasi Tehronning rasman e'lon qilingan 2000 kilometr masofasidan ancha uzoq ekanini ko'rsatadi, deyiladi maqolada. Eronning Hind okeanidagi bazaga hujumi haqidagi xabarlardan so'ng Buyuk Britaniya Mudofaa vazirligi Britaniya manfaatlariga tahdid deb e'lon qildi va shu bilan birga ushbu obyekt AQSh harbiy operatsiyalari uchun ishlatilishini tan oldi. Vazirlik vakili London AQShga cheklangan mudofaa operatsiyalari uchun Britaniya bazalaridan foydalanishga ruxsat berganini tan oldi. Eron AQSh bilan vaqtincha sulh tuzishga rozi emasligini aytdi. Biz urushni uzoq muddatli va keng qamrovli to'xtatishni istaymiz, toki hech kimda uni qayta boshlash istagi paydo bo'lmasin. Tehron AQSh va Isroil bilan sulhga rozi emas, dedi Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi Yaponiyaning Kyoto axborot agentligiga bergan intervyusida. Biz sulhga rozi bo'lmaymiz. Biz urushning to'liq keng qamrovli va uzoq muddatli tugashini istaymiz, dedi u. Vazirning so'zlariga ko'ra, Tehron mojaroni vaqtinchalik to'xtatish emas, balki yakuniy hal qilishga erishish niyatida. AQSh va Isroilning Islom Respublikasiga qarshi operatsiyasi 3-haftasiga kirmoqda. Eron o'zini himoya qilishga tayyorligini ta'kidladi va muzokaralarni qayta boshlashning ma'nosini ko'rmayapti. AQSh va Isroil Eronning Natanz shahridagi uran boyitish korxonasiga hujum qildi, deb e'lon qildi mamlakat atom energiyasi boshqarmasi. AQSh va Isroil rejimining mamlakatimizga qarshi jinoiy hujumlari natijasida bugun ertalab Natanzdagi Ahmadi Roshan boyitish inshootiga hujum qilindi, deyiladi xabarda. Shuningdek, yadroviy obyektda radiatsiya chiqish holati qayd etilmagan. Texnik va ekspert tekshiruvlari natijalariga asoslanib shuni ma'lum qilamizki, ko'zda tutilgan choralar ilgari rejalashtirilgan harakatlar va monitoring ma'lumotlariga ko'ra majmuada radioaktiv moddalarning sizib chiqishi qayd etilmagan va atrofdagi hududlar aholisi uchun hech qanday tahdid yo'q, deyiladi Eron rasmiylari xabarida. Moskva og'irdamlarda Tehronning sodiq do'sti va ishonchli hamkori bo'lib qoladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston prezidentlariga Navro'z bayrami munosabati bilan tabrik yo'lladi. Tabrik so'zida ushbu davlatlar bilan ikki tomonlama munosabatlarning yuqori darajasi qayd etilgan va ular bilan o'zaro manfaatli ko'p qirrali aloqalar muvaffaqiyatli rivojlanib borishiga ishonch bildirildi. Shuningdek, Rossiya prezidenti Navro'z bayrami bilan Eron rahbarlari, Islom Respublikasi oliy rahbari Oyatulloh Said Mushtabo Husaynay Xamanay va prezident Mas'ud Pezeshkianga ham tabriklar yo'llagan. O'z so'zida Vladimir Putin Eron xalqiga ushbu og'ir sinovlarni munosib yengib o'tishni tilab, Moskva qiyin damlarda Tehronning sodiq do'sti va ishonchli hamkori bo'lib qolishini ta'kidladi. Rossiya, AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushini boshidan keskin qoralab kelmoqda. Rossiya va Xitoy urushining 2-kuniyoq Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining favqulodda majlisini chaqirdi. Bir necha kun oldin Rossiya birinchilardan bo'lib Eronga insonparvarlik yordami yuborgan edi. Jo Kent Eron AQShga tahdid tug'dirmagani, Trampga noto'g'ri ma'lumotlar yetkazilganini hamda qizlar maktabiga berilgan zarba bo'yicha koordinatlarni AQShga Isroil bergan bo'lishi mumkinligini aytdi. Urush boshlangan paytda Eron AQSh uchun tahdid tug'dirmagan va Tehron yadro quroliga ega bo'lish arafasida ham emas edi. Bu haqda AQSh Milliy Aksil terror markazining sobiq rahbari Jo Kent amerikalik jurnalist Tucker Carlsonga bergan intervyusida ma'lum qildi. Seshanba kuni Kent e'lon qilgan bayonotda u AQShning Eronga qarshi harbiy operatsiyasiga rozi bo'lmagani uchun o'z lavozimini tark etayotganini aytdi. Uning fikricha, Amerika rahbariyati dezinformatsiya kampaniyasi qurboniga aylangan. Kentning ta'kidlashicha, qaror qabul qilish jarayonida barcha muhim fikrlar prezidentga yetkazilmagan. Ayrim mansabdorlar esa o'z nuqtai nazarini bildirish imkoniyatidan mahrum bo'lgan. Sobiq amaldor shuningdek Isroilning Vashingtonning Yaqin Sharq siyosatiga ta'siri ortib ketgani,
AQShni to'qnashuvga olib kelgan asosiy omillardan biri shu tashqi bosim bo'lganini aytdi. U ayniqsa Eron oliy rahbari Ali Xamanayning yo'q qilish yoki mamlakat tashqi bosim orqali hokimiyat almashinuviga erishish urinishlari teskari samara berishini ta'kidladi. Kentning fikricha, Xamanayning tajovuzkorona o'ldirilishi Eron xalqining mamlakatdagi hokimiyat atrofida birlashishiga olib keldi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil rasmiylarining xabarlari AQSh razvedkasiga zid bo'lgan. Shu bilan birga u Isroil uchun unchalik yomon variant bo'lmagan Eronning ehtimoliy tartibsizlanishi Qo'shma Shtatlar va Yevropa uchun iqtisodiy va ommaviy migratsiya sohasidagi katta muammoga aylanishini aytdi. AQSh va Isroil urush olib borish maqsadlari va standartlari tubdan farq qiladi. Kentning so'zlariga ko'ra, Amerika nishonlari faqat harbiy obyektlarga tegishli, isroilliklar esa harbiy maqsadlardan tashqariga qaratilgan. Kentning fikricha, radikallashgan yolg'iz terrorchilar bu haqiqiy tahdid. AQShda terrorchilik hujumlarini amalga oshirishi mumkin bo'lgan tobora ko'proq odamlarning radikallashuvi sodir bo'ladi. Eron janubidagi qizlar maktabiga berilgan zarba bo'yicha koordinatlar Isroil tomonidan berilgan bo'lishi mumkinmi degan savolga Kent buni to'liq mumkin deb baholadi. Ha, biz Isroil bilan juda katta hajmda razvedka ma'lumotlarini almashamiz. Shuning uchun bu to'liq mumkin. Lekin bu haqda hozircha hech kim hech nima degani yo'q. Koordinatlar bizga Isroil tomonidan berilgan bo'lishi mumkin. Nega endi bunday bo'lmasin, deya javob berdi. Havoga uchayotgan pul. AQSh kuniga deyarli $1 milliard sarflamoqda. Eron esa 6 oylik urushga tayyor. AQShning asosiy xarajatlari o'q-dorilar va Eronning javob zarbalarini qaytarishga ketgan. Ayni paytda Tehron raketa arsenali va dronlarning salmoqli qismini saqlab qolayotgani qayd etilmoqda. Pentagon vakillari AQSh kongressiga urushning dastlabki 7 kunidagi xarajatlar taxminan $6 milliard ni tashkil etganini ma'lum qildi. Bu haqda New York Times nashri yozdi. Shundan qariyb $4 milliard o'q-dorilarga, avvalo Eronning javob raketa zarbalarini qaytarish uchun ishlatilgan tutib qoluvchi raketalarga sarflangan. Gazeta yozishicha, mojaroda g'alaba qanday ko'rinish olishi hali ham noaniqligicha qolmoqda. Mojaro boshlanganidan beri AQSh va Isroil kuchlari Eron hududidagi nishonlarga, jumladan ballistik raketalar pozitsiyalari, harbiy shtablar va dengiz kuchlari obyektlariga qariyb 4000 zarba bergan. Biroq Tehron hanuz harbiy salohiyatining katta qismini saqlab qolmoqda. Amerika rasmiylarining yopiq brifinglarda keltirilgan hisob-kitoblariga ko'ra, Eronda raketa arsenalining taxminan yarmi va dronlarning salmoqli qismi saqlanib qolgan. Shu bois nashr urushning birinchi haftasini yakuniy natijasi noaniq bosqich sifatida baholagan. Shu bilan birga Eron Islom inqilobi quruvchilari korpusi vakili Ali Muhammad Nayning aytishicha, mamlakat qurolli kuchlari hozirgi suratda kamida 6 oy davomida shiddatli urush olib borishga qodir. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.